Assalomu alaykum aziz yagonam, tabrik agentligining obunachilari. Bugun 12-may sanasida tabriklarimizni yana bir baxtli xonadonni Aziz Otajon va onajonlarni xursand qilish bilan davom etmoqdamiz. Ayni daqiqalarda biz Alijon mahallasidamiz. Albatta bugun Malika onamizni, Kamoldan otamizni chiroyli qilib xursand qilamiz, ko'ngillarni ko'taramiz. Albatta farzandlar tomonlaridan marhamat bizni kuzatib ko'ringlar. Ayyomina muborak bo'lsin. Har bir kun umrimizning bir gavharidir. Har bir kun umrimizning bir safaridir. Tinchlik omonlikda o'tgan har bir tong Allohning bizlariga xush xabaridir. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday chiroyli fayzli xonadonimizga qutlug' qadamlar. Yaxshi niyatlar ila qabrlariga yaxshi niyatlarni mustajib aylab bismillahir rohmanir rohim deya tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Mana shu fayzli xonadonni Aziz Otajoni, Umijoni bugungi parvardish va oqshomlaringiz, bayramlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Albatta, bugungi tug'ilgan kunlaringiz shukronalik yoshlaringiz muborak bo'lsin. Bugun sizlarni xursand qilganda xonadonlaringizga bostirib kelaverib mehmon qabul qilasizlarmi? Albatta, kirib endi qabul qilsangiz ham, qabul qilmasangiz ham qabul qilasiz. Aytishadiki, mehmon kelar ishida, biz ham kelar ishida deya. Bugun Otajon, Onajonning shukronalik ayyomlari ekan. Albatta, Malika onamizni bugun Malika ona necha yoshda qarshi oldingiz? 57 18 bahorda qarshi olgan onajonimizda qanday biroz qaysigilar bo'lsa bayramlaringiz muborak bo'lsin. Albatta bugun Malika onamiz bilan avvalroq tug'ilgan kunlarni nishonlagan albatta Kamoljon ota bugun sizni ham tug'ilgan kunlaringizni birgalikda farzandlaringiz nishonlashni nasib aylabdi. Bugun otamizni, onamizni chiroyli qilib xursand qilinglar, ko'ngillarini ko'taringlar. Onamni, otamni xursand qilsanglar, biz otamdan-da, onamdan-da xursand bo'lamiz deya bugun yaxshi niyatlar qilib bizni xonadonimizga chorlab qo'yibdilar. Bugun farzandlaringizni ichida bir yaxshi farzandingiz sizni juda ham ko'p yaxshi ko'rar ekanlar. Bizni cho'rlagan farzandingiz kim deb o'ylaysiz? Qaysi birlari bo'lishi mumkin? So'rang dedilar. Albatta, birinchi kelganingizda so'rang, qaysi birligimiz toponlarmi ekanlar dedilar. Bize hammasi bir xil. Sizni juda ham ko'proq yaxshi ko'rar ekanlar. Juda ham ko'proq sog'inibdilar, farzandlaringizdan da ko'proq sog'inibdilar. Qaysi birlari bo'lishi mumkin? Bir ayırma bo'ldi. Var qizlari, o'g'illari hammasi bir xil. Musofarda farzandingiz bormi? Musofarda farzandlaringiz bormi? Ikkita bor. Qaysi birlari? Shahobiddin bor, Marat bor. Albatta, otani, onani ko'nglingizni bildirasiz qarsigilar bo'lsa, albatta bugun Marajon akamiz, Shahobiddin akamiz yaxshi niyatlarni ko'ngillariga mustajab aylab bugun otamni, onamni xursand qilamiz deya bugun mana shu fayzli xonadoningizga bizni chorlab qolganlar. Bugun farzandlaringiz yaxshi niyatlari, istaklari bor. Farzandlaringiz onajonimni, otajonimga bugun onamni ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganman. Farzandlar ota-onalariga bu mening onam, otam davlatim, onam jannatim degan dasturlarni qilganlar. Biz ham yaxshi niyatlar qilgandik. Onajonimizga, otajonimizga mana shunday chiroylilarni hadya etamiz deya. Bugun onajonimga dunyodagi eng yaxshi qo'shiq farzandlardan dil qo'ridan mehribonlikdan yarilgan mana shu bu mening onam ashyolasini bugun onamga yo'llab qo'ysangiz, onam uchun atalgan chiroyli sovg'alarimiz bor. Jonli aziz jigarlarimiz mana shu sovg'alarni berib topshirib qo'yadilar. Marhamat, barcha sovg'alar bilan farzandlarni chorlab qilamiz. Mana shu qo'shiqimiz siz uchun onajon, marhamat. Har bir istagimning chorasini topgan, nega tosh otganga jonini ot
yotgan, dard cheksam o'tirib yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam yonimda o'tirib yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu ushoq jonimga madorim. Yalqizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Sabah onam yerlerinde kim arasın? Marhamat, onam yerlerinde duruyorsunuz. Kimin karanlığı da onam yerlerinde. Kimin marhamat? Unga dard tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu ushoq jonimga madorim. Yalqizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Sevgi aksın, konuşamaz için. Kalbdeki şartlıktan ve koruma ve korumun hayatını yettiği sakıyıda açı. Onamlı, en canlı, en kuvvetli, ayın tamam. Eng chiroyli gullarni olib, qo'liga berayim, ketsam quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalqizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalqizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Hikmat, benim nazarım ve öğrenim bo'lingizin. Chiroyli qarsak elimizni otamiz uchun, onajonimiz uchun albatta onajon xursandmisizlar? Kutganmidingiz surprizlarni? Yo'qmi? Albatta surprizlar kutilmagan daqiqalarda mana shunday xonadoningizga bostirib kelaveradilar. Albatta bugun farzandlaringizga yaxshi niyatlarni yetkazib, ularni sog'inchli salomlarni mana shu xonadoningizga bo'lgan, sizga bo'lgan chiroyli niyatlarni, istaklarini, mehr va muhabbatlarni yetkazib qo'yishlik niyatimiz bor. Albatta bugun farzandlaringiz sho'g'li maktablar bitibdilar. Bugun uyimizda katta bayram shodiyonasi. Buni sababchisi bizni duogo'yimiz, sajdagohimiz, jannatimiz, onajonimizda tug'ilgan kunlari. Hamda davlatimiz, yiqilsa yiqqan qavmimiz, turgagimiz, qadr buzrukvorimiz, otajonimizni shukronalik ayyomlari. Bugun ularni xursandlik deydi. Bugun biz dunyo tashvishlari deb, uyim deb, joyim deb bugun otamizdan, onamizdan uzoqdamiz. Qanday imkonimiz bo'lganda mana shunday chiroyli kunlariga yetib kelgan bo'lardik. Albatta buning uchun birinchi navbatda uzrimizni so'raymiz. Yanaga yilga onajonimizni, otajonimizni umra haj safarlariga jo'natib, hojatxonalar qilganda birgalikda tug'ilgan kunlarini nishonlash nasib ro'za aylasin dedilar. Bugun otamizga, onamizga qanday chiroyli so'zlaringizda, qanday go'zal tilaklaringizni ayting. Chunki onamiz bilan otamiz mana shu tilaklardan da azizroqdir. Onajon, otajon, baxtimizga har doim sog' bo'linglar. O'zlaringiz yemay yedirdinglar, o'zlaringiz kiymay kiydirdinglar. Biz farzandlar nimaki xohlasak birinchi bo'lib muhayyo qilgan siz aziz insonlarimiz bo'ladilar. Bilasizmi? Bugun otajonimni qo'llaridagi qor, qirovlar, ajinlar, onamning sochlaridagi oqlar biz farzandlar uchun qilgan mehnatlar hoqislardir. Yoshligimizdan otam bilan onam bizni hech kimdan kam qilmasdan biz to'rtta farzand bo'lganmiz. Yedirib, ichirib, kiydirib, o'z
yetar yemasa da biz uchun ilingan bir birda luqma nonini ham faqat farzandimga bolamga deya ilingan aziz insonlar bizni otamiz bilan onamiz bo'ladilar. Yerdagi farishtalarimiz, duogo'ylarimiz, onajonimiz, otajonimiz bo'ladilar. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ularni juda ham sog'inganmiz. Baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Mana shu chiroyli yuzlari hech qachon uzab ko'rmasinlar, yomon kunni ko'rmasinlar, ilohim dard ko'rmasinlar. Biz farzandlar uchun qilgan har bitta mehnatlarini, umrlarini Allohim o'zini ajr savoblari bilan to'ldirsin, jannatlari bilan ziylasin. Ilohim otam, onam bugun duogo'yimiz bo'lib bizni duo qilib tursinlar. Biz ular uchun ishlab, mehnat qilib, har bir kunlarini to'y tantana qilib o'tkazaylik. Baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar. Mana shu chiroyli niyatlar jo'natdilar. Mana shu musofirda yurgan farzandlaringizni ham Allohim o'zi asrab, xonadonlaringizga, uylaringizga sog' salomatlikda kelib, mana shu xonadonlarda yaxshi to'ylar qilish nasibi ro'za aylasin. Albatta, otajon, mikrofonlarimni havola etaman. Mana shu musofirda yurgan farzandlaringizni chiroyli qilib duo qilib, siz navbatda mana shu xonadonda kattasi sifatida sizni olamiz. Keyin mehnat joylarida marhamat. Rahmat farzandlarim siz bo'ldi otajon. Rahmat bolalar. Sog' bo'ling, salomat. Albatta, mana shu chiroyli niyatlaringiz farzandlaringiz uchun qalqon bo'ladi. Onajon marhamat. Malades azizcha. Hamma yuqoriga shularni biza xursandmiz. Shular salomat, uzoqliklar hammani salomat bo'lsinlar. Biz ammallarni doim omadini bersin. Ularni baxtini ko'raylik ikomizdan. O'sha qarzi hammasi uzoqda bo'lsin, nevaralarimni to'ylariga mana student bo'lib katta bayramda to'ylar qilganlarga ikomimizga bosh bo'lsin. Sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar, o'zinglar uzoq bo'lsin. Katta rahmat. Kelgan bolaga hammalar Rahmat, mana shu chiroyli duolaringiz farzandlaringizni boshiga so'ygan uyushtir. Albatta, bugun otajon, onajon xonadonimizga uzoq yaqindan aziz mehmonlarimiz tashrif buyurdilar. Albatta, opa-singillarimiz, xonajon, onajonlarimiz keling, mana shu mehmonlar bilan birgalikda davramizni ko'tarinki davom etish uchun chiroyli davra raqslari bilan davramizni davom etamiz, maylimi? Ana undan keyin davom etamiz, maylimi? Marhamat. Marhamat, chiroyli raqslar aytamiz, hammalar. Ah bu kabudar niye ki pari ay yüzü dar
ham hamisha xandon budam hamisha cheki cheki borona men shtir hamisha ey yar biyam dildor biyam dilamra burdi tu yor biyam ey yar biyam dildor biyam dilamra burdi tu yor biyam Yosh o'tdi deb ranjimang, barchangiz oyundeksiz. Bizni ko'z bilan qarang, 40 yoshda ham guldeksiz. Yolg'izlikdir haloli, farzandlarda xayoli, o'zbekimning ayoli, 40 yoshda ham guldeksiz. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar, malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar, malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Yo'q asl kirdi aytgani, yoshda ham guldeksiz. Dildorini chertgani, sizlarni shod etgani, asl kirdi aytgani, yoshda ham guldeksiz. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar, malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Opalar, hoy opalar, bo'lmang sira xafalar, malikam deb erkalar, sizlarni bek akalar. Aldı, otlara saldı, kalam kalam kaşların hayalim aldı. Gelmene kara, saçların kara, yaman çıraylı sana gözleri kara. Sen canım aldın, otlara saldın, kalam kalam kaşların hayalim aldı. Gelmene kara, saçların kara, yaman çıraylı sana gözleri kara. Adamın bası tane tane, yarım tamana, çalamam sana için gitara, kamara kamara kamara, adamın bası kana kana, yarım tamana, çalamam sana için gitara, kamara kamara kamara. Al canımı al, sen yanımda kal. Sözlegende labından dolmamadı bal. Çözüm oynama, bana kıynama. Sen müziğe bunçalar bana baylama. Al canımı al, sen yanımda kal. Sözlegende labından dolmamadı bal. Çözüm oynama, bana kıynama. Sen müziğe bunçalar bana baylama. Adamın bası kana kana, yarım zamana, çalamam sana için gitara, kamara kamara kamara. Adamın bası kana kana, yarım zamana, çalamam sana için gitara, kamara kamara kamara.
yürüp yürüp kalmadı halim. Gördüm o hali, buldum kubeli. Ellerim uçlamadı başkası hali. Gördüm o hali, buldum kubeli. Ellerim uçlamadı başkası hali. Gömürcümü gömürcümü, kara gözlerin seni. Gömürcümü gömürcümü, hep kara gözlerin seni. Esençimi esençimi, sözlerin seni seni. Aklımla atlayadı oynama gözlerin seni. Gömürcümü gömürcümü, kara gözlerin. Mahallemning boy qizi, osmonimning yulduzi, xafa bo'lma uchrashgani borolmayman kunduzi. Ko'chang bilan sovchilar, sovchi emas ovchilar. Mening qanday yigitligim hali bilmaydi ular. Hech bir oshiq yurakni ayron qo'ymasin. O'zim bir yo'la sana banda bulundu, sonamında bari. Uzun salın kalbime gitme gözümden beri. Kimisi var yar sen sonra bana bari. Bana bir bakma, bana bir bakma, bana bir bakma, bana bir bakma. Rahmat, o'ynagan qo'llaringiz ko'rmasin, qalbingiz hech qachon g'am ko'rmasin.
otamiz bilan onamiz o'g'illari uzoq bo'lsin, bayramingiz ham bo'lib bo'lsin, yo'llariga marhamat. Bugun farzandlari sizlarni xursand qilish uchun yana bir kutilmagan sovg'a taqdim. Bilamizki, har qanday bayramlar, shodiyonalar, shirinliklarsiz ajoyib tortlarimiz o'tmaydi. Agar siz bilsangiz, davramizning moddiy maydoniga sizlar uchun maxsus tayyorlangan shirinliklarni guldiroz tavsiyalar bilan sho'rlab qolamiz. Marhamat, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Olib kelasizlar shirinliklarimizni. Şarkılarımızı yaparak bilasılar. Стрелки крутятся все быстрее. Yaparak bilasılar şenliklerimizi. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Ondan sonra kapta koylarıca çoğulanı bilasılar. Marhamat. Собираются все друзья. Yaxşı niyetler kılıp, И чем больше birlikte şenliklerimizi tamam koyalım. Marhamat. тем моложе сердце стук. С днем рождения! Ona göre marhamat şenliklerini kısarız. Canım benim, ana canım benim, orada ikimiz yeganım benim. Dede canım benim, ana canım benim, halkım yanımda, pervanım benim. Yaşarıp yüreğimde Dede canım benim, ana canım benim, orada ikimiz. Bayramına abone olursa o da bir şeydir. Marhamat anacığım, bizim paşalarınızı verip koyasınız marhamat. Kechagi kun sira ertaga qaytmaydi, en xush bu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'tib kelayman, siz uchun bugun shu xudin kuylayman. Dada jonim benim, ona jonim benim, olarda ikkimiz yagonam benim. Dada jonim benim, ona jonim benim, xalqim yonimda, arvonim benim. Bayramınızdan bir bayramın böyle bo'lsin. Ona bir dunyoda yashash boshqacha. Uning tarifi mehri o'zgacha. Onamiz to'ysa ham hattoki 90-100 yoshgacha. Onamiz bor dunyoda yashash boshqacha. Keling onajon, marhamat. Yonimizda turib oling. Shirinliklarimizni olib qo'yasizlar, marhamat. Ana undan keyin biz ketganimizdan keyin hamma mehmonlar bilan o'ylashib qo'yasizlar. Mustajo o'ylab mehmonlarimiz tashrif buyurgan ekanlar. Mana shu mehmonlarimizdan davramizning badiiy maydoniga tushirib niyatlarini eshitish uchun Zulayho opamizni, Gulnoza opamizni, Zibansa opamizni, Rahmon akamizni chorlab qolamiz. Shirin niyatlarni aziz opa-uka-singillarimizdan eshitamiz. Kelinglar, marhamat. Gulnoza opamiz, Zulayho opamiz, Zibansa opamiz, Rahmon akamiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Og'aynilar, oilasiga, apam oilasiga xush kelibsizlar. Mana bugun apamni tug'ilgan kunlari.
pochcham bilan qo'sha qarisin, nevarlarni huzurini ko'rsin. Bundan keyin ham shunday yaxshi niyatlari, shirin bo'lay, yaxshi kunlari, to'ylari. Shular huzurini ko'rsin. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar. Xush kelibsizlar opam bilan pochchomni chiroyli xonadonlarga. Hamisha bilan shunday yaxshi kunlar ko'p bo'lsin, ikkalasi qo'sha qarisin. Farzandlarni huzurini ko'rsin. Xudo bergan umrini mazmunli, hamma havas qiladigan chiroyli tarzda kechirsin. Uzoq yoshlarni ko'rsin, baxtimizga sog' bo'lsin. Bular ikkalasi bizning tayanchimiz. Pochcham bo'lsa-da, akam qatori ko'rganman-da, akamlar qatori ko'rganman. Opamni ayam qatori ko'rganman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Ana shunday surprizlar boy bo'lsin pochchamga. Ko'p balo bo'lsin. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Rahmat. Assalomu alaykum mehmonlar. She'r bilan boshla, she'r bor. Opam tug'ilgan kuniga tabriklaymiz. Yuzlariga kiring. Pochcham bilan qo'sha qaring. Nevaralar huzurini ko'ring. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Gapirasizlarmi? Gapirasizlar. Mana shu yoshlarni shaxsan ko'ring. Xonadonni tarbiylar yaxshi kunlar bo'lsin. Qo'sha qaringlar. 90 yoshli yubileylarda mana shu yerda mushahar. Degan xavfsizlar hammani. Yana bir tabrik. Yuzlariga kiring. Rahmat, yaxshi niyatlaringiz o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin. Keling poshsholar, kelinglar, marhamat. Keling, yaqinroq kelasizlar. Ayajon, dadajonlarga yaxshi niyatlarimiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu dadam bilan ayam bizning baxtimizga boshimizda doimo yonimizda sog' bo'lib yursin. Yuzlar yoshlarga kirib, ko'p umr yashasin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Ayjon, tabriklayman. Yuzlar kiring. Bizning baxtimizga doimo sog' bo'ling. Farzandlaringizni, nevaralaringizni huzurini ko'rib yuring. Dadam ham baxtimizga sog' salomat bo'lib yursinlar. Mana bir gap. Rahmat, yaxshi niyatlaringiz o'zlaringizga hamroh bo'lsin. Bibi Sara, keling. Asalim, chiroyli niyatlarni birgalikda, marhamat. She'rchangiz bilan. Ayinga qarama. Bu joylarga ayting. Boshini eslatib yuboringlar, boshini. Assalomu alaykum. O'rischa bor, pastda. Ayting. Hozir. Ayting, Bibi Sara. Bo'lmasa ularni qo'shamni qo'sha. Albatta qo'sha qaringlar. Kelinglar, marhamat hammalaringizni. Yaxshi niyatlar, mehmonjonlarimizdan ishtirokimiz, marhamat, opajonlarimiz, amakajonlarimiz, mehmonjonlar kelinglar, marhamat. Qaysilaringizdan boshlaymiz? Mehmonjonlardan eshitamiz, yaxshi niyat debdilar. Marhamat, keling, tog'ajonlari, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalo mana shu bugungi quvonchli kun bilan hammalaringizni tabriklayman. Opajon, pochcham bilan qo'sha qarib, ana shu yoshlardan bir nechasini ko'ringlar. Sog' salomat bo'linglar. Nevara chevaralar huzurini ko'ringlar. Doimo uylaringizda yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin. Sog'lik salomatlik bo'lsin. Hammaga yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Mana bugun Abdullom tug'ilgan kun ekan. Abdullomni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Yuzlariga kiring. Umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Farzandlaringizni, nevaralaringizni rohatini ko'ring, pochcham bilan qo'sha qaring. Ilohim har doim yaxshi kunlaringizda birga bo'laylik. Bizning to'ylarimizda har doim bosh bo'ling. Hammamiz birgalikda kelasi yil bundan keyingi tug'ilgan kunlaringizni birga nishonlash nasib qilsin. Nevaralaringiz ko'payaversin. Har doim to'ylaringizda birga bo'laylik. Ilohim to'y boshingiz to'ydan chiqmasin. Rahmat.
Rahmat, yaxshi niyatlaringiz o'zlaringizga ham qoniq bo'lsa, onamni qo'llagiga eng chiroyli guldastalarini bersanglar, mana shu onalaringizni chiroyli qilib tariq zarbaroqlariga muhrlab qo'yishcha rasmlarga qo'ysanglar hammalaringizda. Mana ko'rinajon xursandmisizlar? Bugun sizlarni ozgina bo'lsa ham xursand qila olgan bo'lsak, yuzingizga tabassum yashirgan bo'lsak, musofarda yurgan farzandlaringizni ajoyib hadyalarini, dillardagi yaxshi niyatlarni yetkazib, mana shu fayzli xonadoningizga o'zimizni ozgina bo'lsa ham tug'ilgan kun shukuhimizni sovg'a olgan bo'lsak, biz yagona tabriklayotdagi bag'oyatda xursandmiz. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kipriklarimiz, ko'zlarimizni qanday asrasa, Allohim ham sizlarni shunday asrasin. Tug'ilgan kunlaringiz, bayramlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu guldiroz qarsanglar bugun hammalaringiz uchun bayramlaringiz muborak bo'lsin. Albatta chiroyli tabassum bilan kameraga qaraymiz, rasmga olib qo'yadilar.